Direktor qaynona xonangizdamisiz? O'qituvchi kuyov, keling, maktablar tinchmi? Oling bu o'quvchingizni uy ishlaridan kurukli 5 oladi degandingiz. Sabzini ham bilmaydi-ku bu. Kecha oshni kuydirgan. Kir yuvishni ovsiladan ko'chiryapti. Kecha dazmollashdagi uyga vazifa qilmagan. Mehnatda odobnomadan dumchalik 2 faqat bunga. Ha, pochcha, opam xafa qiladigan bo'ldingizmi? Alo, ikkalang tez ham parkovka oldiga yetib kelgin, bir joyga borib kelamiz. Jipirra hozir borasan, burraymi? Kelma, qayt. Har hafta onamnikiga boray deb kanikul so'raydi mendan. Ana onang, ana san. Mana hayotdan chiqib ketinglar, men ketdim. Kuyov, aktivni zalga kiring gaplashamiz. Gaplashamiz. Kuyov, Ha? talab qilishdan oldin oshxonasiga yangi o'quv quroli olib bering, yangi forma olib bering. Yana nima kamchiligi bor, so'rang. Mani darsimga quloq solgisi kelmaydi, o'zicha aqlli bu. Kavort olib bering, krasvort olib bering, qiziqtiring darsingizga. Bu gaplar ma'naviyat ishlari bo'yicha o'rinbosarga yetib bormasin. Qayintamgami? U kishi qayerdalar o'zi? Oktagonliga menga jang bering, men jangariman. Ya! Bu kishi jang qilalarmi o'zi? Qiladi, kiringlar qani ichkariga. Oktagon deydi. Ha deb maktabda olib o'tirmasdan ekskursiyaga, muzeylarga olib boring. Qachon qarasam shanbalik qilayotgan bo'ladi. Sizlarda uylarda panadellik ham shanbalik, xanadellik ham shanbalik. Hay zivanok choling, biz chiqaylik, bugun payshanba she'riyat kechamiz bor edi, vaqtliroq boraylik. Qani, darslaring fayzli bo'lsin, konspekt qilib charchamang. Xonsaroyda uylaring bo'lsin, ruchkangiz rangi tugamasin. Qavatin ishlang, yorini yig'ishidan